Maşallah. Mana simental ona bolalar. Sharixon Xoldamay Cho'ja bozorida. Haqiqiy savdolar yonmoqda. Barakalar bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Jasur kanali obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqozlar. Andijon viloyati Sharixon tumani Xoldamay Cho'ja bozori hafta kunga seshanba 2026-yil. Bugun sanamiz 16-iyun. Hurmatli obunachilar, bir qator bozor narxlarini tanishtirib boramiz. Arzimas mehnatlarni qo'llab-quvvatlagan holatda like bosib, podpishka bo'lsin, inshaalloh sizlarga manfaatli mazmun videolar qilamiz. Ona bola hammasi ekan. Fermadan bir qo'ra chiqdi. Mana bular qaranglar. Voy, o. Maza qilib boqadigan joyda. Ana. O'psinga. Shuni savdo bo'lyaptimi? 63 million so'm mana shu savdo bo'lyapti. Voy bu. Bolasini o'zi 25 million ekan-da. Yaxshi. Zo'r. Oltmish 3 million so'm savdo bo'lyapti. Mayatda moq kulish o'rnimizda. O'zi bilan mana bitta pochini qo'yib ketgan. Odamlardan chiqib ketadi. Oila qilib gapiraman. Ro'zini arosdan. Desam ularga qara eski avval ekana alada hech kim olmayman. Yer matida gapim bo'laman. 63 jamma, 65 ming, 64 ming. Ana. Men uchun bermadi, ketaman mashqada. 67 olmas, ketaman. Gap so'z yo'q, bo'l. Lekin qachon gap tashlagan? Ushlari yana. Endi mol bo'lmadi bor. Katta mollar ham. Mol bera olmayapsiz. Bo'pti, boradi. Mana shu. 60 ga bermayapsizlarmi? 64 bo'ldi. 64 barakam. Yo'q, chiqdi, sotmayapti. 64 ga ham Bermayapti. Ey, Toshkentdan kelib turishingizni bitiraman keldi, boqarak. Markaga soting bo'ldi. Boshqasiga bermasa. Ey aka, bu yer bo'ladi, aka, boqarak. O'rnasi 61 ga molga endi mana deb sizning ko'ngilga qarab qo'shing. Ey aka, qara eshitding. Qara. 64 million so'mga menga hisobimda mashinalarni sotib bergan bo'laman. Xo'jaga yo'q, yo'q, olsan uchun. Mardi qilaman. Xo'p, bitta qilmayman. O'g'li 65 million. Chiqyapti. Bo'ldi, boshqa sotasiz 5 million. 1 million ochib sotmayman. 70 million ko'pchiga qaytib termaga olyapsiz, ko'rib turibsiz bor. Men sizga buni sotgan olmayapman. Haqqani olyapsiz, boshqa gap yo'q. Qayerdan bironta edi, olib sotaman. Boshqa narx. 65 million so'mga odamga tepasiga qarang, yaxshi pulga bering bo'ldi. Aka, ertaga qo'lingiz ishlayapti. Gap chiqarganman. 65 million.
Boshqalar yeplab oladi. Mana shunisi bo'lyapti hozir 65 million so'm. Bunaqadan hali seroq. Mana. Hammasi mana bola ekan. Mana bolalar. Buzovchalari ham zo'r ekan-da bular. Qo'ng'iraqiy tuna bo'ladigani mana shu bo'lsa kerak. Mana buzovchalar. Mana ajoyib. Hozirga do'stlarim. Qayt. Qayt. Chiq. Qayt. Nima o'tib ketdi qoldi. Kirib ketdi. Ay bolasi ekan-a? O'zini bolasi ekan. Surib ketyapti-ya mana. Bundan 8 mol. Shuning uchun-ki, hozir qarang, Bor barak. Nech pul bo'ldi? Jasur aka qancha ketdi? 66 million. Hozirga shunga ta'lim. 66,5. Tabga Jasurbek o'rib bering. Osh keldi. Ash. Ana bolasi. Chiqarib olaman, adini boringlar. Ha. Qo'y, apchikoring. Apchikor. Oma. Jasur aka, bolasini o'zini sotasizmi? Aka uchun. Yo'q aka. Chiqoldi. Savdo bo'lyapti. Birini men sotaman. Qani? Bittami? Buni bilasizmi? Yo'q, yo'q. Ha. Yana savdo davom etyapti. Alo. O'g'lim chimkon. Ko'ryapsiz. To'g'risi yaxshi zot sigirlar kirgan bozorga. Chiroy-chiroyli narsalar kirgan. Ehtiyot qiling. Bo'ynidan birinchi arg'antga o'rab oling, keyin solasiz. Menga qolmaylik, oson deydi. Sal o'z nazorat turing, Jasur aka. Jasur aka. Sal nazorat turing, haydab kiradi. Hashmat so'rayman. Bo'ldi, mana. Mayli savolat, oson, hech chek ocha olmaydi. Ko'pidan shuncha. Hashilab turing, hashilab. Salomatsizmi? Hozir Nurullo o'tadi. Ehtiyot qiling, mana eng oson joy. Yezib qo'ymas. Oğlum ipini beliydi aşı bolasını sobeni oldu nari. Hadi geliyor bolasını. Hadi. Oğlum. Nele? Koçkenligi aniq basa. Mana. Mana bolasi. Bolasi. Yo ipi bor edi bolasi. İp qaydadir qolib ketdi. Ana o oyoq aydi.